qozi kalan hasratlari Narsidi balamning daqiqasi bermayotidi. O daim ajrashiman deb to'la chalvaqab, uyimiz bayni to'saqqa o'xshab qoldi. Bundaq gapni qilg'uchi bo'lma. Navoda qalbingda Allohning qudrat saltanatidan ayminish, qo'rqish tuyg'usi bo'lsa, dunyodagi har qanday qiyinchilikni do'zaxga o'xshatmagan bo'lading. Bu xatoligimga Allohdan mag'firat tilayman. Eg'zimdan shundoq chiqib ketib qopti. Bu qilganing uchun ko'plab istig'for etishing kerak. Mayli bu ayol nikohingda bo'lsin yoki bo'lmasin, balaning nafiqasini ustingga ilishing kerak. Ayolimni hushini tepib olsin, yarishib olayli deb uning xarajatini qisib kelgan edim. Men undaqda sen ayolimni xorlasam, och zarliqni qo'ysam, haq huquqlarini cheklasam, u men bilan yarishib qoladi deb o'ylab qopsan-da, ha? Shundoq o'ylagan edim, hazirtim. Narsidi bolaning sizlarning o'rtaq g'amxo'rliginglar va mehr-muhabbatinglardan mahrum bo'lishi o'rnini to'ldirg'isiz eng cho'ng ziyon. Uni oz deb, tek bolaning xarajati bilan karam bo'lmabdi, ha? Men bu ishlarni qasddan qilmagan edim. Biz kishilarning niyat maqsadlariga emas, qilgan ish harakatlariga qarab hukm chiqaramiz. Sizlarning da'voyinglarni bir taraf qilaylik. Balki sen ustingdan shikoyat qilib kelgan bu ayolni rozi qila olishing mumkin. Bunda qilmasang, men senga odil hukmdan boshqa bir narsani bermayman. Salomatligingning tezroq asliga kelishi uchun bu dorini ichishing kerak edi, Qamar. Dorini men ishguzay. Berib birdam aram elib olsala. Atni musholat qo'yib ketamdim. Otachiga dori uchun odam avatdiq. Buningdan boshqa ish qo'limizdan kelmasa, ya. Bu bizning qilishga tegishli ishimiz va deydi. U sog'lomli bo'lsa bizning hojitimizdan chiqadi. Shundoq bo'lgan ekan, uningga ko'ngil bilish, dal vaqtida davolash majburiyatimiz bor. Allah merhum ananızga rahmet kılsın kızım. Xuddi men ananızın sözünü anlavatqandek tuyğudu buluvatdimi. Atamga bu ishni xabar qildingizmi? U qazixonada aldirash. Şunu uni buningdek odatdagi ishlarga avara qilmayli deyishdi. Atamga bu ahvolni yetkazish kerak edi. Odatdagi ishlar bilan muhim ishlarni u o'zi ayirdi. Bo'ladi. Men hozirli odam avatay. Ne bo'ldi? Ya savul beklar bilan aldirash ekanligimni ko'rdingmi? Kechirsizlar, bir askar muhim bir ish uchun sizlar bilan ko'rishmoqchi ekan, Pasha begim. Muhim ish dedingmi? Bo'pti, chaqir kirsin. Askar Hilal kirsin. Sizning aramlarini buzib qo'ygan bo'lsam, meni kechirsizlar begim. Meni kechirsizlar. Qani gapingni aytmamsan. Bular oldida biya bo'lib qolarmi qandaq? Ularning hammasi yasovul beklari. Men ularga ishiniman. Qani ayta, nima ish? Tunugin qilib qo'ygan ishimga o'zira yetib kelishim Pasha begim. Tunugin? Tushunmadim-ku. Tunugin sizni tunay olmay qilib, sizga qo'pol tegib qo'ygan edim. Sapma kashlarini ko'ribchi. Bo'pti. Bo'ldi. Qaysang bo'ladi, qaytib ket bo'ldi. Undaqda meni kechirivasizlar begim. Bo'ldi, to'liq vaqtimni olmay chiqib ket. Ma ishonsizlar begim. Sizning sapma kashki mangan holatlari har qanday kishini gumonni qo'zg'aydi ekan. Nemanda to'liq gap qilsan deyman. Sizlar mendan texich xafa o'xshaylar begim. U vaqtda men sizlarni rostli tunay olmagan edim. Bu yerdan chiqib ketmasang seni derazadan tushirib etaman. Tozimi bir. Kechirsizlar begim, men sizlarni rostli tunay olmay qoptiman. Qamlashmagan. Bo'ldi, maqsadimizga kelaylik, qo'mondonlar. Çoğun iş yo'qkan, oshqozinda bir oz masala bor ekan. Ansiri mislimi bo'g'dak. Allohga shukr. Davolashga qanchalik vaqt ketdi? Men otga manfaat qiladigan bir qancha xil o't beraman. Alloh xolisa atigacha yaxshi bo'lib qolar inshaalloh. Angladingizmi, qizim? Biroq ot hech narsa yemayotgan tursa. Bu odatdagi ish. Chorva mollarning oshqozini og'rib qolganda odatda bir narsa yemaydi. Bu mu kesilning tez shifo tepishiga foydali hazratlari. Chorvamallarni mushundaq iqtidor bilan yaratgan Allohga hamd sanolar bo'lsin. Ijozat bersizlar, men qaytib qolay hazratim. Ko'p rahmat sizlarga. Meni bak beoram qilivatding, Qamar. Bir narsa yemay turib olsang, kesiling to'limi ig'ir o'xshaydi deb o'ylab qopdiman.
Ot bir narsa yemagandikin uning qarliq tutib tamoq yemaydigan o'xshamandiq. Yo'q, undaq emas ata. Hozirla dasturxon solay. Uningdan keyinchi. O ismda qizim. Zomigar podshohning o'rdidagi eliq katta ayolining qissasini so'zlab beraman. Allah Musa'nın kelgüsüdeki düşməni Pir'əvinnin ordusida o'sib yetilishini xohladi. Bu vaqqa bir qancha kundan beri hech qanday narsa yegizmayapmiz. Uninga inik ana tepishimiz kerak. Farmonbardarman xonishim. Bu to'lim oddiy ish xonish. Mamlakatda vasda bola imtivatqanlar ko'p. Bundaq katta shon sharafni kim arzu qilmasin? Bu ishda boshqalarga haq bermay ishlatishni xohlamayman. Inik ananing haqqi mening shaxsiy mulkimdan beriladi. Farmonbardarman xonish. Xotirjam bo'lsin xonishana. Fikrim Musa sutamsa salomatligi yaxshi bo'lib qoladi. Malbaz kundan kunga o'sib aytibdi. Piravinning ordusidagi xabarlarni angladingizmi? Qaysi xabar ekan u? Kishilarning deyishicha, ularning bir buvuqi bo'lib inikaniga muhtoj bo'lib qolibdi-dek. Uningga ko'p haq bergudekmish. Rost gapganda, undaqda men ta'limni sinab baqsam qanday? Albatta bo'ladi. Biroq bir shartim bor. Sizlarga xizmat tunishtirib qo'yganligim uchun menga olgan haqlarining yarmini berishlari kerak. Yarmini damla. Undan bir qismini beray. Bu bek azob qoldi. Undaqda bu ishni qo'shnimiz Yukabitga aytsaqmi bo'ladi? Uningmi imtiyotgan bolasi bor. Yo'q, unaqa mayli. U bu fursatga erishib qoldigan bo'lsa, silmi va menmi shuncha ko'p bo'ldan qo'rqqanimiz. Nima bo'lgandi? Bu bola nemishqa ammaydigandi? Men bilmadim xonish. Amchiqini. Farmonbardarman xonish. Balani tezdan davolashingni umid qilaman. Davolashni davolada biroq unimi bo'lmayotdi. U cho'qim eg'izidagi kuyukdan shunda xo'p qoldi. Yegan narsani yutamayotgan bo'lishi mumkin. Kechirsizlar xonish alilari. Bu uning sababidan emas. Tibbiy jihatdan qaraganda bu vaqtning ahvoli yaxshi. Undaq bo'lsa bu vaqt nemishqa ammaydi? Buning sababi zodi nima? Ijozat bersizlar. Mening bir o'yim bor edi xonish. Qani tez ayt. Bozorda nurg'un inikanlar bor ekan. Birasini chaqirib kelsaklar, masala hal bo'lmadimi? Undaq qilsak bo'ladi. Balani sirqqa ilib chiqsak, uning salomatligi yar bermasmikin? Albatta yar berdi. Uni sirtqa ilib chiqsak foydasi bo'lib qolar. Nurg'un balla ko'ch-ko'ylarda osh qo'saq o'ynabmi sog'lom yurishidi. Undaqda bu vaqtni hozirla sirtqa ilib chiqinglar. Uningga obdan qaranglar. Uning bilan men birga boray xonishana. Bo'pti, bering malikam. Uni imitaligan ayolga ayimay hadiya beringlar. Boshqa bir ayol tepib kelmamdiq. Afsus. 70 dan ko'proq ayol balani emitishga erishib baxti, biroq uning hech qanday foydasi bo'lmadi. Bu yerda boshqa bozorlar borku? Janobi malikam, bu biz kelgan 3-bozor, biroq natija yanada o'xshash. Sen meni ufqam Musaning oshliqda o'lib ketishiga qarab turdimsan? Mening bundaq deganim yo'q malikam. Kun o'ltiray deb qoldi. Kechida boshqa mahallalarda yursak, ancha bexatar emas. Bexatar emas demsan? Bu nima gap? Chunki kambag'allar o'ltiraqlashgan mahallalarda o'g'ir qaroqchilar intayin ko'p. Sizlar ularning turadigan joylardan bilib turug'liq. Nima uchun ularni tutmaysizlar? Malikam, sizni qo'g'dash bizning eng chong vazifamiz. Eng yaxshisi qaytib ketaylik. Malikam. Bu qiz bilan qaringlar bo'lmasin. U men bilan paranglashmoqchi ekan. U kambag'al oilaning qizi ekan malikam. Uni sizlarga yaqin yo'l olsak bo'lmaydi. Uning bilan qaringlar bo'lmasin. Assalomu alaykum malikam. Qishimizga kelyapsan. Bir ishing bormi-ti? Yaninglarda bu vaqt balani ko'rdim. Qaraganda uni emitishga muhtoj o'xshaysizlar. To'g'ri deysan. U meni ufqam Musa bo'ladi. Musa deydimi? Bu sizning ufqinlar bo'lamdi? Bu gap qilqin g'alati anglayotamdi. Yo'q, undaq emas. Men sizlarga balani emitib beradigan bir ayolni ko'rsatib qo'ysam qandoq? Agar shunday qilgan bo'lsang, katta inomga erishgan bo'larding. Qani ala beta. Nima bu? Xonish ayim butun qasrda va bozor rastalarida kishilarga tatliq turim tarqitib berishga buyurgan. Nimishqa?
Piravinning taxtga o'ltirish bayrami kelmagan tursa, Musa oxiri emibdi. Yukabit xonim balg'isini emgizibdi. Bu vaqt shunday qilib to'yg'ichi emib, uning qichqida uxlab qapti. undaqda u ko'p inomga erishgudak. Haqiqatan qiziqish. U haq to'g'riliq bir narsa demabdi. Xonish oyim Asiya uning bilan ko'rishmoqchi bo'pti-dek. Undaqda u xonishoyim bilan maxsus ko'rishgudak-da. Bu nima degan cho'ng baxt-a? Xush kelibsiz. Sizni qarshi olamiz, Yukabit. Marhaba xonish oyim. Sizga qanday tashakkur aytishni bilmayaptiman. Men sizga hech qanday ish qilib bermadim. Bu qilishga tegishli ishim. Anglasam, siz bu balani emitib berganga hech qanday haq talab qilmabsiz. Axloq fazilat, sharma hayo va odamiylik odatda kamdan kam tepiladigan yaxshi xislat. Sizga bala Musa selingan sanduq to'shqidek oltin in'om qildim. Buningga qarab beqing. Yaxshi ko'ngillarga tashakkur xonish oyim. Biroq mening bu oltinlarga hojatim yo'q. Undaqda nima hojatlaringiz bor? Xonish oyim buqini davomliq emitib berishimni xohlasa, uni uyimga ilib kelsam qandaq? Uyimga elib ketsam demsiz? Yo'q, men uningdan ayrilamayman. Siz qasrda biz bilan birga tursangiz bo'ladi-ku. Mening bir yoshga kirgan bir balam bor. Ismi Harun. Uni emitmasam bo'lmaydi. Shung bu yerda tursam bo'lmaydi xonish oyim. Undaqda balangizni qasrga akilib olsangiz bo'ladi emasmi? Qizim Gulsumni ko'rdilar. U texi kichik. Uning holidan xabar olmasam bo'lmaydi. Qasrimiz kang tasha. Balalaringizdan hammasini akvasingizmi bo'ladi? Unda qilsam, erim Imron uyda yolg'iz qoladi xonish oyim. Eringizmi kelsa texmi yaxshi bo'ladi. Yo'q xonish oyim. Imron buningga hargiz qo'shilmaydi. Biz yo'qsul kishilardan bo'lsaqmi, erim Imron turmushimizni o'z amgikiga tayinib qamdab kelgan. U boshqalarning xayrixohligi bilan yashashimizni aslo xohlamaydi xonish oyim. Nima davatqanligingizni tushunyapman. Siz bilan talishib o'ltirmay. Haqiqat garchi bu zamonda ko'milib qolgan bo'lsa-mu, har bir eg'iz gapingiz o'rinliq. Undaqda Musani bila ilib ketishimga ijozat bersizlar xonish oyim. Bo'ladi. Sizga yana bir qatim tashakkur aytaman. Sizlarga salomatlik yor bo'lsin. Yukabit. Nemish xonish oyim? Sizmi bir ana Yukabit? Meni o'g'lim Musani ko'rishdan mahrum qilmang. Fursat bo'lsa, uni yenimga akab turing. بسم الله الرحمن الرحيم وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم. Xonish Asiyaning qilg'ini to'liq ajablanarlik ish bo'pti. Qandaqsiz shunday o'ylab qoldingiz qizim? Turli chora-tadbirlar bilan Piravinni yomon niyatidan to'sib qilib, Musani o'z yinida elib qala olgan xonishning uni o'zi tonimaydigan bir ayolning elib ketishiga ma'qul bo'lgani nemisi? Bu Asiyaning Musani bek yaxshi ko'rdiganligidan bo'lgan. Mehri muhabbat degan shunday qilishga undaydi. Asiya xonish bolaning hayoti va salomatligining u ayolga bog'liq ekanligini bilgachga, uning bu vaqtni ep ketishiga ma'qul bo'lgan. Xonish Yukabitning aslida Musaning onasi ishkanligini his qilganmidi? Ehtimol shundaqdir. Biroq nimani degan bilan xonish Asiya Yukabitga ishinibdi va Osranda o'g'lining bu fazilatlik kuyimchan ayol bilan birga tursa yaxshi bo'ladiganligini his qilibdi. Uningdan keyin qanday ishlar yuz bergandi? Yuz bergan ishlar to'limi ko'p. Siz meni Musa alayhissalomning qissasini bir kechada so'zlab bersin demoqchimi? Davomini Alloh xolisa at so'zlab beray.
الصالحات الصابرات الذاكرات الشاكرات هن النساء عطر الحياة هن اللواتي غرسن فينا خلقا ودينا خير الصفات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات من الصفاجر تجري إلى